Bel og'rig'iga sabr qilish sizni 3 yil ichida nogironlikka olib kelishi mumkin. Har 5 kishidan biri o'zidan o'tadi deb o'ylab, oxirida operatsiya stoliga yetib keladi. Agar siz ham belingiz og'riyapti va chidayman deyotgan bo'lsangiz, bu video hayotingizni saqlab qolishi mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Men bugun sizga qo'rqinchli haqiqatni aytaman. Bel og'rig'iga sabr qilish bu o'z sog'lig'ingiz bilan o'ynash. Ko'pchilik yoshim keldi, ishdan bo'lsa kerak, o'zidan o'tadi deydi. Bu fikr minglab odamni nogironlikka olib kelmoqda. Bugun men sizga 3 ta asosiy sabab va ularning dahshatli oqibatlarini ko'rsataman. Birinchi va eng qo'rqinchli sabab holat yomonlashib borishi. Bel og'rig'i o'z-o'zidan o'tmaydi. Aksincha, u kuchayib boradi. Bu qanday sodir bo'ladi? Birinchi bosqich kichik noqulaylik, ba'zan og'riydi. Ikkinchi bosqich har kuni og'riq, lekin chidash mumkin. Uchinchi bosqich doimiy og'riq, harakatlarda qiyinchilik. To'rtinchi bosqich to'shakdan turishning o'zi azob. Beshinchi bosqich operatsiya yoki doim yotish. Vaqt bo'yicha bu qanday ko'rinadi? Birinchi 6 oyda chidayman, o'tadi deb o'ylaysiz. 6-12 oyda og'riq qoldiruvchi dorilarni ko'p ichishni boshlaysiz. 1-2 yil ichida oddiy ishlarni bajarishga qiynalasiz. 2-3 yilda mustaqil yashash qiyin bo'ladi. 3 yil, undan ortiq paytda 3 va undan ortiq yillarda to'liq bog'liq bo'lib qolasiz. Eng qo'rqinchli tomoni, har oy kechikish davolash vaqtini 6 oyga uzaytiradi. Real statistika: erta bosqichda davolash 2-3 oy, kech bosqichda davolash 1-2 yil yoki hech qachon tiklanmaslik. Kichik disk cho'rasidan to nogironlikkacha yo'l. Disk cho'rasi, nerv siqilishi, mushak zaiflik, harakat cheklash, umurtqa deformatsiyasi, operatsiya, asoratlar va nogironlik. Bu zanjirni faqat erta aralashuv orqali to'xtatish mumkin. Ikkinchi sabab, bel og'rig'i ortida yashirin xavfli kasalliklar yashirinishi mumkin. Bel og'rig'i faqat umurtqa muammosi emas, hayot uchun xavfli kasalliklar, o'smalar va metastazlar, umurtqada o'suvchi o'smalar, boshqa organlardan tarqalgan kasallik hujayralari. Dastlab faqat bel og'rig'i bilan namoyon bo'ladi. Infeksiyalar, umurtqa va disklardagi yaralanish, qon orqali tarqalgan bakteriyalar davolanmasa, umurtqani yo'q qiladi. Ba'zan hayot uchun xavfli avtoimmun kasalliklar, tananing o'z to'qimalariga hujumi, umurtqa bir-biriga yopishtiradi, harakat qobiliyatini butunlay yo'qotish, ichki organlarning shikastlanishi, boshqa organ kasalliklari, buyrak muammolari, yurak qon tomir kasalliklari, jigar kasalliklari, ginekologik muammolar. Qo'rqinchli haqiqat, bu kasalliklar dastlab oddiy bel og'rig'i kabi ko'rinadi. Ogohlantiruvchi belgilar: tungi og'riq, uyquda bezovta qiladi, isitma bilan birga og'riq, vazn yo'qotish, oyoqlarda zaiflik yoki his yo'qolishi, siydik ushlab tura olmaslik. Agar bu belgilardan biri bo'lsa, darhol shifokorga murojaat qiling. Uchinchi sabab, bel og'rig'i hayotingizni butunlay o'zgartiradi. Doimiy injiqlik va g'azab, sevgilingizga yuk bo'lish hissi, bolalar bilan vaqt o'tkaza olmaslik, intimlikdan voz kechish, moliyaviy oqibatlar, dori-darmonlarga katta xarajat, ish yo'qotish, keng davolash xarajatlari, oilaning moliyaviy yukining oshishi. Eng qo'rqinchli oqibati, siz sevgan odamlaringizga yuk bo'lib qolasiz va ularning hayotini ham qiyinlashtirasiz. Surunkali bel og'riq bo'lganlarning 60% depressiyaga chalinadi. 40% ishini yo'qotadi yoki ish samaradorligi keskin pasayadi. 70% oilaviy munosabatlarda muammo yuzaga keladi. 80% ijtimoiy faollikdan voz kechadi. Bu faqat og'riqqa sabr qilish uchun to'lanadigan narx. To'rtinchi sabab, kechiktirish davolashni qiyinlashtiradi va qimmatlashtiradi. Davolash usullarining murakkablashuvi. Birinchi bosqich gimnastika, massaj arzon. Ikkinchi bosqich fizioterapiya va dorilar, o'rtacha xarajat. Uchinchi bosqich murakkab tekshiruvlar, protseduralar qimmat. To'rtinchi bosqich operatsiya va reabilitatsiya juda qimmat. Vaqt o'tishi bilan davolash samaradorligi 1 oy ichida 95% tiklanish, 3 oy ichida murojaat 80% tiklanish, 6 oy ichida murojaat 60% tiklanish, 1 yil ichida murojaat 40% tiklanish, 2 va undan ortiq yildan keyin 20% tiklanish. Reabilitatsiya muddati erta 2-3 oy, o'rtacha 6-12 oy. Eng qimmat narx yo'qotilgan vaqt.
va imkoniyatlar. Agar sizda bel og'rig'i bo'lsa, hozirroq harakat qiling. Tezkor baholash testi. Birinchisi, og'riq darajasi 1 balldan 10 ballgacha, 1 dan 3 ballgacha. Ehtiyot chorasini ko'ring. 4 dan 6 ballgacha bir hafta ichida shifokorga murojaat qiling. 7 dan 8 ballgacha shu hafta ichida shifokorga murojaat qiling. 9 balldan 10 ballgacha darhol. Ikkinchisi, davomiyligi. 1 kundan 7 kungacha kuzating. Bir necha oy ichida kechiktira olmaysiz. Uchinchisi, xarakteristika. Harakat bilan kuchaysa, ortopedga murojaat qiling. Doimiy og'risa, nevrologga boring. Oyoqlarga bersa, nevrologga tezda murojaat qiling. Birinchi yordamlar qilishingiz kerak: issiq kompress 20 daqiqa, yengil cho'zilish mashqlari, to'liq holatda uxlash, aktivlikni kamaytirish, qilmasligingiz kerak bo'lgan ishlar. Sovuq kompress birinchi kunda, to'liq yotish, og'ir narsa ko'tarish, massajni kuchli qilish. Shifokorga qachon borish kerak? Shoshilinch 24 soat ichida. Oyoqda zaiflik, siydik ushlab tura olmaslik, kuchli og'riq va isitma paytida. Og'riq tobora kuchaymoqda. Tezda, bir hafta ichida og'riq 4 balldan yuqori bo'lsa, uyqu buzilmoqda, kundalik ishlar qiyin, dorilar yordam bermayapti, og'riq 1 oydan oshiq davom etmoqda, takroriy og'riqlar, profilaktik tekshiruv, oldindan reja tuzish. Qaysi shifokorga borish kerak? Terapevt birinchi murojaat, nevrolog nerv muammolari uchun, ortoped umurtqa muammolari uchun, revmatolog yallalanish kasalliklari uchun. Aziz do'stlar, xulosa qilib aytganda, bel og'rig'iga sabr qilish bu o'z sog'lig'ingiz va oilangiz bilan o'ynash. Asosiy qoidalar: og'riq tananing yordam so'rashi demak. Erta murojaat oson davolash demak. Kechiktirish qiyin oqibatlarga olib keladi. To'g'ri tashxis to'g'ri davolash demak. Bugun qiling. O'zingizni baholang. Kerak bo'lsa shifokorga vaqt oling. Oilangizga ham aytib bering. Unutmang, sizning sog'lig'ingiz bu oilangizning baxti. Hurmatli tomoshabinlar, agar sizda bel og'rig'i bo'lsa, harakat qilish vaqti keldi. Birinchi qadam malakali shifokorga murojaat qiling. Terapevt yoki nevrolog. To'liq tekshiruvdan o'ting. Aniq tashxis oling. Individual davolash rejasini tuzing. Qayerdan yordam olish mumkin? Poliklinikangizda, maxsus tibbiy markazlarda, malakali xususiy shifokorlarda. Izohda yozing. Maslahat kerak. Og'riq darajangizni 1 balldan 10 ballgacha baholang. Men har biriga javob beraman va qayerga murojaat qilish kerakligini maslahat beraman. Agar bu video sizni qo'rqitgan bo'lsa, yaxshi. Chunki qo'rquv sizni to'g'ri harakat qilishga undaydi. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, bizga obuna bo'ling. Ko'rishguncha, xayr.